Pentagovos o'quv markazining kimyo biologiya guruhi. Mana bugun bizga Navoiy Gorniy shu o'quv markazidan Navoiy Gorniy kimyo texnologiya yo'nalishiga o'qishga kirgan Jafarov Shuhrat o'quvchimiz Sherzod deb o'raydi. Chunki ukasi ham bizdan maktabda o'qiganda. Shuhrat o'quvchimiz sizlarga bugun laboratoriya o'tkazib berishga kelganlar. Bundan bilaman, sizlar xursandsilar. Hamma qarab turadi. Ama uyda sharoitda bor narsa, ya'ni safaroza fan. Lekin bor ekanini qilmang tajriba. Ustozlar yoki malakali o'quvchilar, talabalar o'qituvchilar tomonidan nazorat ostida qilishlari mumkin. Lekin mustaqil qilish, umuman takrorlash maslahat bermayman va taqiqlanadi. Safaroza, ya'ni fan tilida safaroza deyiladi, o'zimiz tilida esa shakar deydi. Oddiy mana oq shakardan bir qoshiqcha solib olamiz. Sizlarga hozir laboratoriya sharoitida yetadi bizga. Keyin kaliy nitrit tuzi, ya'ni kuchli selektor hisoblanadi, portlash xususiyatiga ega. Shuning uchun ham aptekalarda sotmaydi. Hozir kaliy permanganatdan chiqarib tashlangan, chunki aptekada bu portlovchi vosita va o'q yasalganligi uchun. Shunday. Bittadan ham bundan sal kamroq solamiz, yarim qoshiqcha atrofida solamiz. Birga, demak 2 ga 1 qism. Bir qoshiq undan, yarim qoshiq undan foydalanamiz. Qovuncha bizlarda yo'qligi uchun piyoladan, keyin oddiy qo'lda yasalgan tayoqchadan foydalanamiz. Ya'ni uy sharoitida. Uy sharoitida buni yaxshilab kesib olamiz. Ya'ni molekulalar kimyo fanida ham mavjud. Molekulalar qanchalik mayda bo'lsa, ularning reaksiyaga kirishishi shuncha tez va shiddatli hisoblanadi. Mana hozir ko'rasizlar, 7-sinfda kimyo reaksiyalarining reaksiyaga kirishga yo'llari mavjud, to'g'rimi? Xuddi shunday. Mana sizlarga isbot dalili bilan. Reaksiyamiz xo'sh, bu xavfli tuzaman, sal chetroq olib qo'yamiz. Yo'q. Mana. Ko'ryapsizmi? Ko'paytirib qilsak ham bo'lar ekan. Sal ko'paytirib qilsa ham bo'ladi, lekin men qilib ko'rdim. Bu idishlar bardosh bera olmayapti. Buni metal idishlar. Chunki kuchli issiqlik chiqadi. Tuz juda ham issiq mana ketgan mana. Juda ham qo'lni kuydiradigan darajada. Tushunarli bo'ladimi? Ana shunday reaksiyamiz tugallandi.